uylarni narxi sinib ketyapti. 115 ming dollarga Toshkent shahridan 5 xonali shu yangi kottejimiz mebel texnikalari bilan sotilyapti. Hovlisini ham qarang, kenggina va o'zini podvol qismiga ham tushib ketish uchun joylar qilingan. Arzon uy joylar chiqyapti. Like, podpiska bosib qo'yish esdan chiqmasin. Uyimizni ko'ramiz. Xo'p, qarang, uyimizning ichiga kirdik. Shunaqa katta hol bilan boshlanadi. Keling, bir chekkadan xonalarni ko'rsatib beraman. Bu uyimizning birinchi xonasi, mehmonxona, remontlarini ko'ryapsiz. Xonadonimiz hali yangi, uncha ko'p yashalmagan. Bu yoqda kattagina yuvinish xonasi joylashgan. Xo'p, shuni yonida bo'lsa, uyimizning oshxona qismi bo'ladi. Orqa hovliga ham o'tish uchun sharoitlar qilib ketilgan. Uyimizdagi ba'zi bir mebel texnikalar qoldirib ketiladi. Bu birinchi qavatdagi ikkinchi xonamiz. Bu xonamizdan ham orqa hovliga o'tsanglar bo'ladi. Mana shu lustrani o'rniga bitta kattaroq lustra qo'ysangiz bor, вообще uyingiz yana bogatli bo'ladi, ochib yuboradi. Qarang, ikkinchi etajda bu yoq tomonda bitta bolalarga yotoqxona qilib ketilgan. Yonida bo'lsa ikkinchi mehmonxonasi, xo'p, bu yoqda umumiy yuvinish xona va oxirgi xonamiz kattalarga yotoqxona qilib ketilgan. Xo'p, atrofida maktab, bog'cha, hamma sharoitlari bor. Katta yo'lgacha 300 metr. Uyimiz Sergeli, Xonobod, Beruniy mahallasida joylashgan. Oryenter Beruniy metrosi. Egalarning nomeri pastda yozib qoldiramiz. Telefon qilib bemalol baraka qilarsiz bo'ladi.